Bizning ailemizga tibobat bilan avlod-mavlod shug'ullanayotgani saqmasak 500 yil bo'ldi. Obdan tudanglamayotganlar, ko'p qism bizniki shu to'rdoshlarim menga ayrim xat yozib, bu sen tiyibmi, necha yil bo'ldi tibobat bilan shug'ullanib dadang tiyibmidi, onangmi deganga o'xshab gaplarni qilibdi. Men shu to'g'risida ozroq so'zlab o'tay. Bizning ailemizga tibobat bilan avlod-mavlod shug'ullanayotgani saqmasak 500 yil bo'ldi. Bizning nasab tariximizda 1538-yildan boshlab o'sha tibobat bilan shug'ullanib kelgan. Dadam 9-avlod tiyib bo'ldi. Dadam 1924-yilda tug'ilgan odam. Dadam bilan mening yosh farqim bir 50 necha yosh farqlanadi. Dadam 1924-yilda tug'ilib, 1945-yilda o'sha dadasining tibobatchiligini o'rganib, dadasidan shu Xotandagi hozirgi Noillik Uyg'ur doktorxonasi, Choyxona maktabininki yanidagi shu Uyg'ur tibobat birlashma ambulatoriyasini dadam 1945-yilda qurib ekan. Shu sababdan asosda bu qiziq darvoza degan narsa shu sababdan shakllanib qilgan. Uningdan bilak dadam 1953-yili Uyg'ur tibobatida ko'p ishlatadigan xamdorlar, o'simliklarninki her xil tillardagi atılışı, yani orada Arap, Paris tillerinde atılışı doğrusunda bir kitapçıların yazıp, şu vaktki Şinjan ülkelik hükümetindeki 300 yanlık mükafatını hem takdimnamesini yaptı. Endi 1979-yılı Şinjan Akademisi'ndeki Türk Tillar Divanı'nı tercüme qilish grupsiga aşağı qatnashib, dadam 1979-yılı şu Türk Tillar Divanı'sına qatnashgan. Dadam 9 xil til biletken. Uningdagi 84-yilda dadam siyosiy kengashga a'zo bo'lgandan keyin shu Jungoda 5 cho'ng tibobat bor. Shu 5 cho'ng tibobatninki qolgan 4-ninki hammasininki oliy maktabi bor. Bizning bu tibobatninki shu tibobat shu dadasidan bolasqa ustozi shogirdning maskablam kelyapti bo'lsa bizga bir maktab qurib bergan bo'lsanglar degandan keyin Go'yandan buni nihoyat yaxshi qo'llab to'g'ri an'anaviy tibobatni biz albatta qo'llaymiz. Biz iqtisodiy jihatdan har zaman har vaqt shu maktabni qurishga yordam qilamiz deb mablag' ajratib chiqaramiz degandan keyin lekin dadamga bunga dars kitob lozim bo'ladi. Shunga dadam o'zi Uyg'ur tibobat asos nazariya ilmi, Uyg'ur tibobat diagnostika ilmi, Uyg'ur tibobat ruhiy kasalliklar ilmi ham Uyg'ur tibobat qomusiniki birinchi jildini dadam yozib, uningdan bilak boshqa shu tibobatga oid kitoblarga, dars kitoblarga tuzatish tahrirligini qilib 1987-yili kitobni nashrdan chiqdi. Maktabni bitgandan keyin Şinjan Uyg'ur tibobat oliy texnikumi shu Xotan diyorida barpo bo'ldi. 1991-yili atrofida biz hozir shu dangliq ishlatilayotgan Javhari Muparri Abrishim, yana buni Aviation Coffee deb atab qo'yamiz. Buni dadamning resipi bu. Dadam resipini shu chog'da tuzib, maktabni tadqiqot o'rniga topshirib, shuniki ko'p miqdorda ishlab chiqarishga sababchi bo'lgan. 1994-yili 11-oyda dadam qazo qildi. Ben 2000-yili shu maktabda dadamninki shu izini besib jarayonida shu maktabda o'qib, 20 necha yilning yaqin shu kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Men bundan keyin kasalliklarni oldini olish, davolash, kontrol qilish shu soatda sizlar bilan har kuni yangi mazmunlarda o'rtoqlashib turaman. Hamisa ko'rishaylik.